Hürmetli vatandaş, endi siz bilen muhakeme. Bugünkü islahat 2021 yıl 7. ayının 17. günü. Gepten 5'de aytay, bu qatimki dini itiqad erkinligi Amerika'nın Qo'shma Shtatlar valiligining chaqirgan xalqaro yig'ini. Bu yig'inga navbatda davlat ishlar kotibi Antony Blinken ekran orqali qatnashibdi. Biroq notuq so'zladimi? Hozir bu to'g'rida bir xabar kelmadi. Şuna men sizlarga buni shu usulda yetkazib qo'yishni loyiq topdim, hurmatli vatandoshim. Endilikda siz muhim qaraydigan ikki xabar. İki xabarning ikki makondagi holati. Siz buni ko'rib oling vatandosh. Masalan 14, 15, 16 kunlari Toshkentda o'tkazilgan xalqaro yig'in. 14, 15, 16 kunlari Amerika Qo'shma Shtatlari Washingtonda, poytaxti Washingtonda xalqaro diniy ishlar, diniy e'tiqod erkinligi valiligining uyushtirgan yig'ini. Xalqaro yig'in hozirlik bo'lib o'tdi, xabar topdingiz vatandoshim. O'xshash bir kunda 14, 15 kuni ikki kun ichida Amerikada yuz bergan 3 qatimliq ish, ya'ni dini e'tiqod erkinlik yig'ini import qilinadigan tovar mahsulotlarini Uyg'uristondan Amerikaga import qilmaslik, shundaqli Uyg'urlarni majburiy emgak kesilishini to'xtatish qonun loyihasi. Kuchi bir kunda mo'jiza vatandoshlar. Men o'zim tishim chiqqandan beri o'ylab ko'rib kelayotgan materiallar asosida Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomatiya tarixi va tashqi siyosat tarixida bir mo'jiza. Bir kunda bir millat Uyg'ur to'g'risida 3 parcha va 2 parcha qonun loyiha va bir xalqaro yig'in chaqirish Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosat tarixida bir mo'jiza. Onun ustiga hozir men sizga aytdim, selishtiring dedim vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarida echilyotdi bir yig'in, xalqaro yig'in. Böyle bir makon deyli. Toshkent shahrida O'rta Osiyoda echilyotdi bir yig'in, xalqaro yig'in. Boshda ko'rib o'tdik. Amerika qatnashdi, Saudiya, Turkiya qatorliq davlatlar qatnashdi dedik. Nima? Afg'onistonning tinchlik musobaqasi masalasi dedik. Andan keyin eng oxirgi ikki jumla men sizlarga eg'ir dedim. Eg'irlik vazni ko'rib o'tdingiz vatandoshim. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining vakili O'rta Osiyoga 4 davlat qatnashgan 5 yoki 4 ga 1 qo'shilgan 5 suhbati. Shundaqli shu vaqtning ichida Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Ravlov boshqargan bir yig'in O'rta Osiyodagi 4 davlatga 1 qo'shilgan 5 suhbati ayrim holda. Rossiya tarafining suhbati ayrim, Amerika Qo'shma Shtatlarining suhbati ayrim. Bu bir ajoyib hodisa vatandoshim. Bu bir ajoyib hodisa. Shuningdek ko'rib olingki, masala yolg'iz Afg'oniston ishlari va Taliban ishlariga emas. Kendiniz men başta aytdim vatandoshim. Bu qatorda Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon Amerikaning Afg'oniston turgan chaqlarda bu darajada xalqaro yig'in chaqirgan emas. Rossiya ham ayni chaqda Afg'oniston turgan chaqda bu darajada xalqaro yig'in chaqirgan emas. Hamda muhimi yana oxirgi leksiyada shundoq dedik, nima dedik? Angliyaning Janubiy Osiyo ishlari bo'yicha ministri ham bu qatam Toshkentda o'tkazilgan yig'in qatnashdi. Shu vaqtda Chorvosiya imperiyasi bilan Britaniya imperiyasi 19-asrda O'rta Osiyodagi davlatlar va yoki shular vaqtda aytganda o'lkalarning davlat chegaralarini belgilagan edi. Bu yerda men buni yana fikrlab tahlil qila olmayman.
Tasavvurimda nurg'un narsalar bor. Hozir uni, ya'ni tasavvurni paketning o'rniga qo'ya olmayman. Buning uchun meni kechiring vatandoshim. Men hozir 3-qatim Xi Jinpingga shunday murojaat qilamanki, vaqt mushaga yetdi. Hozir Johnson yedidi sizning Afg'onistonga askar chiqarish tayyorligingizni aytdi. Ortiqcha ish. Sizning Afg'onistonga askar chiqarib hal qiladigan ishingiz yo'q. Afg'oniston o'zining ishini o'zi hal qiladi. Ondan boshqa davlatlarning diplomatik aralishi orqali Afg'oniston o'zining ishini o'zi hal qiladi. Sizning bu tarafga askar chiqarishingizning zaruriyati yo'q. Qon to'kishning zaruriyati yo'q. Yara Rais Xi Jinping efendi. Dal mushu kunda dedik boshda Amerika Qo'shma Shtatlari inkas qaytarishchi oqtashliq kitob e'lon qilibsiz. Xinjiangda yana mustamlika Uyg'uristonda. Bu 5-qatimliqmi, 6-qatimliqmi esimda qolmabdi. Kechiring. Rais Xi Jinping. Men sizga shunday murojaat qilayki, siz endi oqtashliq kitob emas, balki ko'ktashliq kitob e'lon qilasiz. Oqtashliq kitob bir hokimiyatning yoki diktatorlashgan bir hokimiyatning qilib bergan ishlari va qilib beradigan ishlar to'g'risidagi diktator shakllik mazmunni o'z ichiga oladi oqtashliq kitob. Ko'ktashliq kitob endi sizga vaqt keldi, fursat keldi, vaziyat yetdi. Qilsangizmi shunday qilasiz, qilishni xohlamasangizmi shunday qilasiz. Mo'tadillikni yoki masalalarni tinch yo'l bilan hal qilishni kun tartibga qo'yib, Uyg'uriston masalasini hal qilish uchun siz endi mo'tadillashgan bir ahvol ostida xalqaro bilan masala shundigidek ko'ktashliq kitob e'lon qilib, Uyg'uriston masalasini hal qiladigan vaqt keldi. Men hozir selishtirdim, Toshkentda ochilgan yig'in bilan Washingtonda ochilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinlik yig'ini o'rtasida mushu orliqqa qisilib qoldingiz Rais Xi Jinping. Siz e'lon qiladigan ko'ktashliq kitobning birinchi mavzusi ism yoki bu ismni oq qog'ozning ustiga qo'ysiz. Uning yezilishi nima deb yoziladi? Shibaypo. Shibaypo deb yoziladi. 1949-yil 1-oyning 30-kuni Shibaypo. Rossiyalik tashqi ishlar ministri Molotov, Molotov. İkisinden biri Mikoyan bo'lishi mumkin. Mikoyan va Mao Zedonglar o'tirib tuzilgan kelishim yoki suhbat xotirasi. İki tarafda yozilgan suhbat xotirasi. Shuningdan keyin Li Shaochining rais Li Shaochining Moskvaga vatilishi. Shuningdan keyin Mao Zedongning xotini Jiang Chengning Moskvaga berishi. Hammasi bir ish. Gap Uyg'uristonda qandoq tunjuqtirish, Uyg'uristonning siyosat va davlat doiralarini qandoq bir taraf qilish. Mana bugun siz buni e'tirof qilasiz. Ishni e'tirof qilish bilan boshlaysiz Rais Xi Jinping. Buning nomi ko'ktashliq kitob bo'ladi. Endi vaqti o'tdi. Oqtashliq kitobning vaqti o'tdi. Siz qo'lingizga oladigan va yozadigan kitob ko'ktashliq kitobdir. Shuning uchun bu murojaatni mana men sizga 3-qatim o'tirg'i chiqardim. Rais Xi Jinping.